oddiy reklama qilish qiyinmi? Shu oddiy 4 xil, 5 xil rasvetkasi bor. Doim chiqmayapti-da, 36 dan 40 gacha bor. Narxi 129 ming so'm. Aytib qo'yish qiyinmi? Rang rasvetkasi cho'kon ko'rsatasiz, ozgina bej-bejsi bor, maloshni bor, qora rasvetkasi bor deysiz. 36 dan 40 gacha 3 ta filialda bor deb aytasiz. Bo'ldi, nima muammolik taraf bahos shuni? Qilaman, mana o'zingiz. Qanday qilyapsiz? Oddiy mana kablok ko'rsatish qiyinmi yoki yon tarafda bantik bu usti toshlik qilib ishlangan 3 ta filial onlayn, offlayn. Bittasi aytsangiz, bittasi qolib ketadi. Qoraqalpog'istonda bor, Toshkentda bor, dastavka qilib berish deyish. Shu narsa qiyinmi, qachongacha o'rgatish kerak. Mana bu tarafda baletkalar bor, xaridorlar olishga kelyapti. Oddiy A5 129 ming so'm narxi bemalol buyurtmalaringizni olib ketishlaringiz mumkin deb obzor qilish qiyinmi? Rangini bitta prosta ko'rsating. Prosta rangini ko'rsating, qora rasvetkasi va oyoqda zo'r turadi, opajonlarim Xitoy fabrikasi deb aytib qo'ying, bo'ldi. Chimorot. Chimorot.